Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. UFC chempioni Merab Dvalishvili Pyotr Yanga murojaat qildi. Do'stim, senga bunday qilish yarashmaydi. Seni yuqoriroq darajasan. Iltimos, bahona qilishni to'xtat. Hech qanday bahona bo'lmasin. Men seni yana yenganimda yana qanday bahona topasan? Hozir ayt, shu yerda. Ayt, sen bahona qilasanmi? Hozir ayt. Sen hozir jarohatlanganmisan? Ha yoki yo'q? Menimcha yo'q. Okey, tushunarli. Men o'z divizionimga e'tibor qaratmoqchiman. Tepaga pastga sakrab yurmoqchi emasman. Divizionni tozalashni istayman. Agar UFC meni yuqoriga yoki pastga tushirishni istasa, o'shanda gaplashamiz. Hozir e'tiborim Pyotr Yanda. U meni nokaut qilishni xohlayapti. Mening vazifam bunga yo'l qo'ymaslik, dedi Dvalishvili do'stlar. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Pyotr Yan va Dvalishvili ikkinchi jang. Kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Pyotr Yan Merab Dvalishvili bilan bo'ladigan jang oldidan raqibning jang kuni 5 raund sparing o'tkazish haqida fikr bildirdi. Meni Merabning jangi kuni 5 raund sparing o'tkazishi hayratlantiradimi? Bu meni hayratlantirishi shart emas. Agar u bundan foyda ko'ryapman deb his qilsa, lekin shuni yodingda tutingki, har qanday mashina sinadi. Birinchi jangida men u bilan bir qo'lda jang qildim. U 49 marta takedownga urindi. Davom et. Merab yana savollar ber. Shanba kuni ko'ramiz, okey? Yigitlar, men o'zimni a'lo his qilyapman. Shanba kuni meni eng yaxshi formamda ko'rasiz, dedi Yan matbuot anjumanida do'stlar. Keyingi xabar. Maxachevga jang taklif qilindi. Habib buni taqiqladi. UFC'ning yarim o'rta vazn toifasidagi amaldagi chempioni rossiyalik Islom Maxachevga yanvar oyida AQShda jang o'tkazish taklif berildi. Bu haqda 34 yoshli aralashaka kurash ustasining menejeri Ali Abdulazizning ma'lum qilishicha, uning mijozdan keyingi jangini Shimoliy Amerika ligasida yanvar oyida o'tkazishni so'rashgan. UFC'dan menga murojaat qilishdi va Maxachevga yanvar oyida asosiy jangni taklif etishdi. Habib, o'zingni o'chir, yo'q, dedi. Maxachev YouTube'da MMA Junkie kanalida bergan intervyusida. Hozirda Maxachev UFC'da 16 ta g'alabali seriya bilan kelmoqda. Islom hisobida 28 ta g'alaba va bitta mag'lubiyat bor. Islom Maxachevga omad tilab qolamiz do'stlar. Islom Maxachevning keyingi raqibi kim bo'ladi deb o'ylaysiz? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Asosiy xabarga ham yetib keldik do'stlar. Bogdan Guskov Blachowicz bilan jang haqida gapirdi va unga savol berishdi. Albatta, so'nggi jangingdan keyin yanada kuchliroq raqibga qarshi jangni istagansan. Ammo Yan Blachowichdek katta nomni olish xayolingga kelganmidi? Odatda jangchilar uni mag'lub etgandan so'ng kuchli beshlikka kirib olishlari mumkin bo'ladi. To'g'risini aytsam, turli nomlar haqida o'ylagandim, ammo Yan Blachowicz men uchun haqiqiy syurpriz bo'ldi. Menga 7 yoki 8 turgan jangchilarni berishsa kerak deb o'ylagandim, ammo Yanni berishdi. Bu men uchun katta imkoniyat. Umid qilamanki, barchasini uddalay olaman, dedi Bogdan Guskov do'stlar. Ma'lumot uchun, Yan Blachowicz hozirda yarim og'ir vaznda 5-o'rinda, Guskov esa 11-o'rinni egallab turibdi. Bogdan Guskovga omad tilab qolamiz do'stlar. Ko'rishguncha. 35 for the champion. Ladies and gentlemen, I'm here with the champion.